So'nggi paytlarda juda ham ko'p kelayotgan savollardan bittasi bu sizlarda grijaga qanaqangi lecheniya turlari mavjud yokida o'sha sizlar grijani davolaysizlarmi degan savollar bo'lyapti. Grija qayerda hosil bo'ladi birinchi? Mana bu umurtqa pog'onamiz bo'lsa, har bitta umurtqa pog'onamizning o'rtasida amortizator vazifasini bajaruvchi disklari bor. Umurtqa o'rtasidagi disk desak ham bo'ladi. Mana shu yerda hosil bo'ladi. Va umurtqa kanali hammada individual bo'ladi kenglikda, ya'ni kimdadir 20 mm, kimdadir 25 mm bo'lishi mumkin. Mana shu diskni shikastlanishi yoki o'sha tez suyaklanishi yoki oziqlanishini buzilishi natijasida protruziya hosil bo'ladi. Protruziya bu mana shu fibrozniy kalso bilan o'ralgan bo'ladi. Bu disk fibrozniy kalsoni yorilmasdan ishishi. Grija shu fibrozniy kalsoni yorilib ketishi, yorilib ketib ishishi. Agar sizda 20 mm deylik kanalingizni kengligini, grijangiz yoki protruziyangiz 5 mm. 5 mm bo'lib ichkariga kirganda sizda bu yoqda 15 mm joy qolyapti. Bu hech qanday og'riq bermasligi ham mumkin sizga. Chunki nerv tolalari bemalol qolgan 15 mm joyga surilib, sig'ib o'tib ketishi mumkin. Endi qachon og'riq beradi? Qachonki bu yerda bir yallig'lanish, ya'ni shamollatish yoki qanaqadir travma yoki birdaniga og'ir ko'tarib yuborish yuzaga kelish natijasida bu yerda shu yallig'lanish paydo bo'ldi. Yallig'lanishni bilamiz 5 ta belgisi bor. O'sha joyda qizarish bo'lishi, o'sha joydagi temperaturani oshishi, o'sha joyda ishishni paydo bo'lishi, keyin og'riq bo'lishi va funksiyani buzilishi. O'sha ishish paydo bo'lishi natijasida mana bu yerdagi 5 mm bo'lgan protruziya yoki grijamiz 2 baravar o'sib 10 yoki 15 mm ga oshishi mumkin. Mana bu yerdagi o'tgan nerv tolachalarimizni reski, ya'ni birdaniga qisib qo'yish natijasida og'riq hosil bo'ladi. Bizda davolash nimaga qaratiladi? Bu yerda davolash ukollar bilan bo'lganda ham, fiziolecheniyalar bilan bo'lganda ham har doim birinchi o'rinda davolash mana shu yerdagi yallig'lanishni yo'qotish uchun qaratiladi. Ya'ni yallig'lanishni yo'qotilsa, bu yerda og'riq o'z-o'zidan yo'qoladi. Ya'ni 15 mm bo'lgan holatdan yana 5 mm ga qaytadi. Shuni natijasida mana bu yerdagi yo'l ochiladi va yana nerv tolalari erkin joylashishni boshlaydi. Lecheniya turlariga keladigan bo'lsak, bizda juda ham ko'p lecheniya turlari bor, bunga mo'ljallangan. Eng asosiysi bu oltingurtli vanna. Oltingurtli vanna mana shunaqangi yallig'lanishlarni yo'qotishda, oldini olishda juda ham samarali hisoblanadi. Oltingurtli vannani asosiy qiladigan ishi mana shu yerdagi to'qimalarni yaxshi oziqlantirib berish, ya'ni moddalar almashinuvini yaxshilab berish. Yana qo'shimcha lecheniyalardan oladigan bo'lsak, tokli fizioterapiyalar, ultrazvuk, ampulopuls, tok Bernara, Darsenval va qo'shimcha qilib mana shu grija bor joyini, ya'ni o'sha umurtqa pog'onasini o'ziga qilinadigan maxsus hijomalar bor. Mana shu hijomalarni keltirishimiz mumkin. Kelganingizdan keyin bir kurs lecheniya 10 kun davomida olasiz va 10 kun davomida siz shuni his qilasiz.